Biz hayotimizda juda ham ko'p ishlaydigan gaplardan biri bu mana bu gaplarga ahamiyat ham bermaymiz, chunki biz ko'p ishlatganimizdan bu biz uchun oddiy holdek bo'lib qolgan. Men jinniman-da, men tentakman-da, men ahmoqman-da, meni aqlim pastda, meni kuchim yetmaydi, menga emas, men uchun emas, men xunukman, meni ko'zlarim unaqa emas, meni burnim bunaqa emas degan har xil gaplarni gapiramiz. Va biz bu gaplarni gapirgandan keyin biz nima qilyapmiz? O'zimizning ichimizdagi jangchini go'yoki mana gul so'ladi-ku, xuddi shunday so'ldirib boryapmiz. Ichimizdagi jangchini kuchsiz qilyapmiz. Biz qanchalik ichimizdagi jangchini kuchsiz qilganimiz sari biz o'zimiz ham kuchsiz bo'lib qolamiz. Masalan, biror narsani siz ko'tara olasiz-ku. Siz hali borib ko'tarmasdan, hali uni ko'rmasdan, men bu narsani ko'tara olmayman, meni kuchim yetmaydi degan gaplarni gapirasiz. O'zingizni o'zingiz sindirdingiz, bo'ldi, egiltirdingiz. Bu gapni gapirishdan oldin siz avval boring, ko'ring. İçizay jangchini o'ldirmang, uni so'ldirmang, uni kuchsiz qilmang. Qachonki siz ichizay jangchini kuchsiz qilsangiz, siz ham kuchsiz insonsiz. Go'yoki mana bu ruchkani ichidagi pastani siz osta sekinlik bilan yozib kamaytirgan kabi ichizdagi jangchini ham xuddi shunday kuchsizlantiryapsiz. Siz hayotga pishishingiz shart, zarur. Pishish uchun biz nima qilishimiz kerak? Ozgina yiqilamiz, ozgina turamiz, yuramiz, to'qnashamiz. Ana o'shandagina biz pishamiz. Biz hadeb o'zimizni mana bunday qilib ichki tomondan o'zimizni o'zimiz so'ldirib, o'zimizni o'zimiz sindirib, egiltirganimiz bilan hech qachon bizda birimiz ikki bo'lmaydi. Biz hech qachon ham boy badavlat ham bo'la olmaymiz, hech qachon omadli ham bo'la olmaymiz. Hamisha o'zimizni g'amga botib so'lib yurganimiz qoladi, xolos.